Bir adam kiribdi. Boshlayveray, bir adam bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli muajiratdagi aziz qarindoshlar, hammanglarga shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men To'g'ri Hamiddan hammanglarga o'tliq salom. Bugun ba'zan bir ishlar bilan naq maydon qilish nimasiga kelib qoldim. Shuningga muajiratdagi qarindoshlarga bir necha nuqtalar to'g'risida to'xtalmoqchiman. Birinchisi qarindoshlar, yaqinda Trump apandininki shu tarafidan huquqqa erishgan, ya'ni dunyoviy danglarboy Elon Musk apandim Amerikaga kelgan 80% panohlik tilaguvchilarniki yolg'on. Bular yana pasportni ip bo'lgandan keyin, yana o'zininki vataniga berib, qo'shal-xuram o'ynab keldi dedi. Bu yerda bizningki da'vo ichidagilarnikida bo'lsin, da'vo sirtidagilarnikida bo'lsin, bu jiq da'vo ichidagi munofiqlar qurultiyidagi ma'vu sürgün hukumatdagi saypollar deganlar, sürgün hukumatdagi saypollar deganlar ayni vaqtida shu tag'da mujohid bo'lib, vatanga kirib bolasini chiqqanlar. Endi bu vatanimizda bundaq irqiy qirg'inchilik bo'layotgan vaqtida endi ba'zi bir siyosiy panohlik tilab bayroq ko'tarib borgan sharafsizlar bekchiq. Men bu to'g'riliq o'tganda shu munbarninki buzilishininki oldi keynida shu 25 tashkilotnikida men mishada Abdushukur Samsaq apandim bilan aloqa qilishib, mishda bir muxbirlarni topdim, materiallarni yig'dim, hatto mishadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyininki bayonotchisininkidan tortib ayolisining shu travel dokument bilan bog'indan tortib topdim. Biz bir ko'chmanlar idorasining oldida shularniki burun panohlik tilab namoyish qilib chiqqan rasm bilan vatanga borgandagi do'yinga chiqqan narsalarni tushirib rangli qilib biz Gollandiya, Fransiya, Belgiya, men nurg'un odamlar bilan gaplashgandim. Ma'qul degandim. Hatto Amerikadagi qarindoshlarni shu safarbar qilgandim. Shu Tomaris Almas xonimlarga degandim. Shundaq rasmlarni ko'tarib sizlar ko'chmanlar idorasining oldida bir namoyish qilib, shu videoni menga avatib beringlar. Avstraliyada Dilyar Musoboy apandim bilan paranglashgan. Shundaq bir faoliyatni o'rlashtirib, videosini menga avatib beringlar. Men biz shunda birlikda bir narsani qilib chiqaylik, mana yo'lni kesayli deb yaxshi bir planni bir muxbir bilan deyishib chiqqandim. Bu muxbirma naytdi hamda bu narsani shu 2025dan keyin 25 ila 27 ning o'rtasida qo'yilganlik to'g'risida ifoda bildirgandi. Ammo buni shu o'rtoqlikda shu ishni qilyapti, shu 25 tashkilot munbar vanasini saqlab qolish uchun shuning bilan shu munbarni saqlab qolish narsida shu narsani tepib bir faoliyat qilib bularni bir jamlamizmikin desak, bu surgun hukumatninki odamlari bu narsani buzivatdi. Bo'ldi, buningkiga oxirsida kirma. Demakchi, Amerikadan bir siyosiy iddia chiqqanki, cho'qim g'arb uningga agishidi. Bu ishlarninki so'rg'i bo'ladigan vaqt bo'ladi. Undaq siyosiy panohlikni tilab qo'yib, vatanga berib, qo'shal-xuram nag'ir-sunay cheyib kelgan ishlar vaqtinchalik ishlar. Endi g'arb bizga nima uchun siyosiy panohlik berdi? Shaxsan men o'quvchi bo'lib keldim. Men Xitoy pasportini tortib, o'quvchilik vizamni tortib, hamma narsani bergan. Siyosiy panohlik narsami aytgan, ular ishonmay 2,5 yilda testda siyosiy faoliyatlarni qilish orqali mishada qilib qilishimga bir yo'lni izlab qilib qolgan. Uning oldidagi mening hikoyamga ishonmagan bular biladi. Xo'sh, endi bo'pti. Bular bilsin, bizning hikoyamiz yolg'on bo'lsin yoki rost bo'lsin, biz bu yerda qoldik. Endi biz bu yerda qilishimizga sabab biz g'arbni Xitoyning oldida sharmanda qilishmi yoki g'arb uchun bir ish qilib berishmi? Qarindoshlar, aqlimiz joyida bo'lsa edi,
bugunkida Xitoy bilan G'arb to'qnashgan vaqtida Xitoyning shirkatlarining oldida turishimiz kerakdi. Buning misolini yoshlar qurultaydigilar Volkswagen namoyishini qilish orqali bizga nihoyatda to'liq yorqin ifodalab berdi. Xitoyni qanday yerdan uradiganini bizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatib bergandi. Albatta parlamentlarning oldida, Oqsaroyning oldida namoyish qilish bularmi to'g'ri. Lekin eng ajallik yeriga uradiganini ko'rsatib bergandi. Ammo bu bizningki siyosiy panohlik tilab, ko'k bayroqning keyinda turib, basab o'ltirib yetadi andaq mundaq deb ko'k bayroqni bo'pmi ko'k bayroqni tutib, ya'ni tashkilot ichida turganlarning ichidami bag'anlar bek ko'p. Ularni bek chiqib ketdim. Ham rasmlar bilan chiqargan vaqtlarim bo'ldi. Demak, bu yerda G'arb bizga qo'llanamikin, mushlarning bizning beshimizga ko'ra kun kelgan chog'da mushlarni ishiltamizmikin deb turdi. Hozir G'arb bizningki nurg'un Xitoy shirkatlarininki Yevropalar yoki Amerikaning bozorlarini o'tirib biz ular taqozo olib ketib bordi bizga bir ish qilmamsa degandek qilib. Ammo bizninkilar shu din da'vosi, kishilik huquq da'vosi bir siyosonga kitob tutqizib kitob beradigan yerda do'ppi kiygizib qo'yib, sharpa atib qo'yib, bizni ko'zimizni tengib qo'yib turib bizni dafsanda qildi. Buni qilganlar shu siyosiy munofiqlar. Siyosiy da'voning beshiga chiqib olgan munofiqlar. Bugungi kunda bizning Uyg'urlar G'arbga asli bir ish qilib berish kerakdi. Chunki biz beshaning suyini ichyapmiz, beshaning ninini yeyapmiz, mushularga yarag'idek bir ish qilib berish kerakdi. Mushularning taqozosidan chiqishimiz kerakdi. Acaba G'arb Amerika boshchiligidagi Trump hukumati vaqtida Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Uyg'urlar ustida irqiy qirg'inchilik qildi deb buningga 7 davlat egassa, buni biz qorlab mushningga bir lobbichilik qilish, kelayotgan pullarga davr maydonida, Parij markazlarida bir faoliyatlarni qilishning o'rniga yeb ichib buzuqchilik qilish bilan, da'voni setish bilan bu munofiqlar shunda hozirgacha ko'zimizga paqirtib turib qilyotdi. Buning so'rig'i chiqadi. Biz ninki keyindir yana munofiqlar qurultaydilarniki odamlari yana tashviqot qilib bosinin bo'pti. U o'zining vatani tutsa deb shikar yaltilgan zambirak o'qini etib, ba'zi insonlarni qaymoqtirib berishga undidi. Shuning keyinda tudi. Va hukumat Xitoy hukumatimi apag'andiki uningga savol so'roqni qilib, maxfiy kamerani olib qo'l qo'ydirgan narsalarga qo'l qo'ydirib qiladi. Unimi Xitoy ishning oqida dunyo siyosatchilar tashlaydi. Mana sen menda degandan bular menda da'vatidi deb. Demak, mushu berib kelganlar, vatanga berib kelganlar G'arbni sharmanda qildi Xitoyning oldida. Bergan tuziga tukadi. Bizningga bu munofiqlar o'zining yurtining yegan, o'zining Uyg'ur muallimlaridan olgan tarbiyaga, o'zining yurt mahallasining ishga suyugi tuzkorlik qilgandan sir G'arb ellarida yashab, mundaq ishlarni qildi. Buningdan keyin G'arbning taqozosi nima? Trump efendim Oqsaroyga kirishning oldida qanday odamlarni vazifaga tayyorlayapti? Xitoyga eng qattiq odamlarni vazifaga tayyorlayapti. Biz bundaq vaqtda, endi keskinlashgan vaqtda nima qilishimiz kerak, qarindoshlar? Kallamizni sagak tutsak bo'ladi. Bu birinchi tema. Ikkinchi tema. Dilyar Musabay efendimga mi deydigan meningki bir ikki og'iz qo'saq so'zim bor. Qo'saq ko'piga so'zim bor. Dilyar Musabay efendim, siz angladingiz yoki ko'rdingiz yoki ko'rmadingiz uni uqmayman, meningcha ko'rdingiz deb qarayman. Jasorat efendimninki programmasidan Dünya Uyg'ur qurultayidagi bir munofiq, ya'ni ziyoratchininki Zümrütay degan to'g'risidagi men ovozni yana bir qaytim sizga qo'yib beray. Meni u Zümrütayni oldi deb kim deydi o sizga? Nalik gapni keltirib kelgansiz juma. Qancha o'tin so'rab kelsammi? Uni emasmi? Shu ash vaqtda kelgan matada jan mug'alli yerim bor shu. Onun ustiga to'qinqam bilan ish bormi? Madam o'qigan tursa. Hamda bakchi hikoyasini anglab ketdingina qizlar. Bundan chim shugan bilan u yuvash emasga. Shu hozirgacha da ish bir archib emas. Balkim uning ko'ngliga ayandigina meni olmaydi ona.
Shu chaqda ko'pligan qarindoshlar voy tug'liq hamid kichik qizlarni tillab ketdi, voy onda qilib ketdi, munda qilib ketdi. U muattar deganlar Abdurashidning biqinimizdagi meyadiki Norvegiyadagi biqinimizdagi. Uning dadisi birinchi menga esildi, menga haqorat qildi. Kimligi bilan chiqib menga top-toplari haqorat qildi. Uning qizininkini to'y qilib bo'pti, tarixini so'zlab yurgim yo'q. Yoshlarning ishga kirgim yo'q. Zumurtayning dadisi erkin tekasmi, men munofiqlar qurultiga qarshi chiqqan vaqtimda qo'ngini qismay topda haqqi yanbasıma deganligi uchun men bularning ishini bilaman. Men Yevropada yashayotgan odam, men uning atrofidagilardan men shunikini bilgachga shuningga tillagan. Shuningga ayni vaqtida voy kichik qizlarni andaq tillab ketdi, mundaq tillab ketdi deganlar rasmiki o'zining og'zidan chiqyotdi qo'sh munofiqlar qurultaydiki shu go'yninki o'zining og'zidan chiqyotdi. Av ayoli Gulcennat xonim bilgandiki, yomon meni tillab ketib ekansiz, voy u degan munofiq, jasos, undaq, mundaq. Voy u qurultayga unda emas deb qandayki? Qandayki? Eringiz qandaq axloq masalasi chiqdimi? Rasmiki munofiqlar qurultayini tutib, ele qanday bir axloqsiz odamlardan chiqadigan deganim rasmiki? Shu vaqtlarda İlyar Musabay efendim sizin bana ayrımxanda yaman tol tarbiya qilib ketdingiz. Hatta menga tahdid sağa vaqtlaringiz bo'lgandi. Endi sening ismingni chiqarib to'liq hamidni tonimaymiz deb jakalib etma hamda og'zingni bussang u bu deb ketgandingiz. Mana bularninki holi mushu ko'rib qilinglar. Shuning uchun yo'q narsani so'zlamaymiz, bor narsani so'zlaymiz. Uchinchisi, endi surgun hukumat sizlarni endi odam dey desam, odamga haqorat bo'lib qolandi, birnimning bolasi dey desam, ota-onanglardan endi munofiqlar qurultaydikidek men dedim-ku, sizlarni xoin, jasus, munofiq demayman, mening savolimga javob ber dedim. G'olam deganga. Javob bermadi. Ökünü bir varaq qog'ozni chiqarib qo'yibdi, Xitoy ayaqchilarni tepag'an gap deb. Ko'zingga kartani tiqadigan bo'lsak, yana bir ko'zingdan ayrilib qolsa, g'olam peqib ikki ko'zingga ikki tal bir narsani tiqib o'tirsa anandiki. Tushundingmi? Sayfullah degan yozmangni qarab baqa, To'ng'iz Musabay deb. O'zingning bir to'ng'izdan bir maymundan nima bir satlikkan, diling qara, iching qara, bir badbaxt munofiq ekansan, vaqo sen. Shu gaplarni eg'izingga olgandan keyin sen naiti bir nachar, saviyasiz, o'qimagan, rast taqdi bandit to'p yurgan ekansan. Qo'y! Erkin Rozlar ochgan yig'inda taqdikining masalasini qisi, sog'liq balang, uni qisab bo'lmaydi. Ajab, uni taqning masalasini desak bo'lmaydi-ki, ajab. Suriyaning masalasiga esib oldi ekansan, buni u aqtashlik kitobining qismaylar to'g'rida qismaylar. Men sana degan yerim, uningga kirmayman. Mening degan yerim, sen Üzəng şu tağda, bağda kurashning ichida yurib, vatanning ichiga kirib, balangni olib chiqibsa, qanday olib chiqding deyapman sendan. Töhmat dema, uni butun jamoat biladigan narsa. Hatto Amerika hukumati biladi, bizning nima deyotganimizni anglayapti, tushundingmi? Men senlardan qo'rqib qolgan tipdagi odam emas. Onang bilan dadangni kulingni ko'k so'raytma, udilimga chiqadigansan, tushundingmi? Munda to'plam narsa yig'ib qo'ydim, Sayfullah, G'olam, Oblatnur, chiqa udilimga. Chiqqandan keyin senga javobimni beraman men. Beshingni tiqib elib, ikki tal shohiding yo'q. Meninkini qanday bo'ldi? Chiqdi shohidlarim. Shvetsiyadan, Norvegiyadan. Tushundingmi? Shohidlaring yo'q, bir-birsinga döngab, mana shu surgun hukumat deganning qalpoqning tagiga kirib elib, tarixiy sharafsizligingni yuvatsa. Tushundingmi? Ishning kuchiklari. Sen mening javobimga javob bermeding. Men bu javobni sendan endi ap bo'lamadim. Men sendan olmasammi olmayman, lekin xalqning oldiga mushta bir iddaoni tashlab qo'ymoqqa sening siyosiy hayoting kelmaydi. Senlar planliq Oqsaroyning oldida Solih Xudoyor, Belgiya ketishdan burunmi, men u nimaga ketishdan burun shu Jurat o'bulg'i debdiki, tomari salmasqa mikrofonni bamanglar deb. Sen aşağıda cidalni qasdan chiqarib, bugun tashlab qo'y, Ershad tashlab qo'yibgan, men tashlab qo'ydim. Oshib cidalni planliq oldi, sen planlab, 25 tashkilotning ichidan
dilyarlarni chiqarib etib kontrol qilib mangmoqchidan 25ni 24ni etmoq sandek hayvonlar bilan mangmaydi ular odam qaldisi va ey inson bo'lsang sanga degan chiqqichi yolurib to'plarda odamlarning bilmamsan sen kimlarning so'zligini bilsa ajab kim bir to'pning ichida oblab tursan ajab u degan Seyit Taranchininki andoq mandoq deb g'ayvatini qilib haqniki bir davlatning man ministri degan odamni to'pning ichida Dilyarga aşık olib ketmanglar, tirilish to'piga aşık olib ketmanglar, ozdiryotidi. Nasrulloh akam sana savolni qo'yibdi, nima deb ashada qilmaysan gapingni, nima deb tashishimiz topmoq xatning o'zingning networkning bir paranglashqining bor, haqmi do'tamas. Mesela men deb qo'yay qara. O'ttirliqda anandiki Jurat Obolni silib, Jurat Obol Rishad Abbas saga odam. Jurat Obol nayt vazifasini yaxshi o'tidi, mushqetdim, ishni buzib etdi. Yalğan Tomaris bilan gaplashib sana opirib degan gaplarning hammasi. Hatto har qitimliq programmangdimi bizni jidal qistika deb turib Xitoy munofiqlari ichidan bizdan qon ketmaydi, seninkidan ketyotidi. Sening chambarkingga men kirmadim, mening chambarkimga sen kirib yozmaysiz chiqaryapsan. Men undaq yo'q narsaning ichiga kirib, o'zimni avvar qilib o'tmayman. Tashlab qo'yma. Yo'limga kirib chiqmaydi. Sening qanchalik adimiy ishkanligingni, qanchalik inson ishkanligingni xalq ko'ryotidi hozir. Sen poxni o'siriq bilan yapolmaysan. Begiz qapti yotmaydi. Burun yapatdi, hozir sosyal medialarni aytdi. Yarqin ichig'liq chiqdanmi so'zlaylaydi. Sen aqling bo'lsa, g'ulam, haqqimi? Yaning tigidikini qo'lab chiqadiganni sen o'rgatding. Sen haromdan bo'lgan qiyri o'rgatding, tushundingmi? Men seni tillashdim, meni bir nima chiqib, yana bijimlaring bilan patriotiman, men seni bilan sandaq men kimligi bor odamni tutdim, tushundingmi? Sen ügettin aşı ile anı tıllı, ile zordan sabırını tıllap, ile Abdurrahmet Gürlot. Sana kim verdi hukuk ne? Sen kim? Sen kim o sen? Sen şu tağdakinin piştini silip öldürüp bütün adamla vetvergen çıkarıverttin o, buziverttin o. Ağzırgıç tağdakinin gibi çıksa sağlık diye gidirik ya. Malımga acayip kakninkini, tekalpakını kigizkense ya onun da vatandan chiqib uyi Suriyaga selavatgan bu selavetibdi. Uning ichida o'quvchi bolalar bor, doktor bolalar bor, yaxshi bolalar bor uning ichida. Ideyani o'zgartirsak, qisi, xalqaroda yumshoq diplomat bilan qattiq diplomatni bilmamsa, askaring yo'q, qanday sharmiy ayoringni qo'g'daysa, qilpaqmamdi, qilpaqmay turib nadan bilamiz. Tashkichi haqqa terrorist degan qalpoqni kiygizamsa, sen aşı Zordun Sabirlarni, Abdurrahmet Gürlarni yanın tikidan qo'lab chiqib, ekranda aymanmash qilishqa, sening andaq kayningni juradigan, seni qo'llaydiganlaring nima ish qilganini bilasan-ku, ot ko'yotdi 2 kunning yog'i, muajiratning ichida butun odamning ichi ko'ngil deganni vayrona qilib o'tishding, hayvon sollamchilar. Ota-onasidan nesivis, odamiylik nesivis namagan, Aqling bo'lsa qara, aqling qara, men sen bir siyosiy bir narsani deb beray qara. Siyosatda bir sistema qurildi. Sistema qurilib yoki tashkilot qurilib, nizomnomalari tuzildi. Nizomnomalar tuzilgandan keyin harakat boshlandi. Harakat boshlanamiz degan chaqda ishni buzgan odam, demak, uning ichiga maqsad kirgan gap degan. Sen amaliyotda 60 tashkilotda og'ininglar sening niyatingda dursa emas. 60 tashkilotdan poqsilik olamda, o mening ishim yo'q, men o tashkilotdan ichida yo'q. Sening niyatingda dursa emas, xalqni yetim qoldirib, mallarni kalokomsha ko'rib ketmoq. Sen qanchalik foydalanding jasoratning ekranidan, qanchalik narsani qilding, hamma TV'laringni butun narsani bitirib ashlaningni qo'ng'otibding, qanchalik odamlarni ketibding. To'g'liq Abdurazzoqni ketibding, Ilyar Shamshirni ketibding. Kimlarni ketibmiding sen tapmagan? O'zingning qo'ng'i o'zing tep o'ynamda ko't qeri. Numus degan narsani bilsang, Oqsaroyning oldida jidalni chiqarg'izmaysa, kamerada Oqsaroyning oldida kamera shu akasangmi shu video chiqdi, boshqa narsa yo'q. Doktor PhD'larning xotini shu, hali shunchiliklar. Ishakdan bo'lgan go'ylar. Numusni bilmaydigan badbaxt shovchilar. Va seni-chi qara, hech kim o'rib etimiz, o'rigidek nimangmi yo'q seninki? Ülep poptu kense şu kendim götüp şamalın üstüde leyligen uçurup oynagandı. Emdi yok. Tepki başlaptı taraftan hop poptu. Birleşsen yaman mı ti? Birleşip namayiş kısan, birleşip 20 yıllık 13 adamga kimlik taqıtıpsa güyla. Numus qilishmamsa Amerikanın aldıda. Şuma senin akaga imzarın.
andan keyin aniki xalqqa kimlikni safarbar qilyapsa. O kimlikingni Turkiyadan zakaz qilsa, yo bir yerdan qilsa ishashrak odamga qil. Aytgan Yehudan akab kartini aniki bir narsadan chiqarib, bunda qilmasin, liq jasos ichingda seninkimi? Obdan tekshira, Gollandiyadagi iqtisodni tutadigan otishliqni. Abduvali degan nima obdan tekshira. Hemen tekshira biz bilimiz haqniki sen akirib olsanglar, ular sana hukumsun ko'ngilsin ko'rinmay, voy g'ulamki, voy soliqda podog'on ko'tarsiz hepimiz. Açık hakikat var bir yerde. Hakikaten açık hakikat var. Senin podog'onu ko'tarsilam, şu milletperver, vatanperver o'qiydigan shu. Ey, Misha kelgan chaqda Yarmamat barab turchang, necha qitim telefon qildi, necha qitim ovozlik qildi. Miyaga kel. Biz bilan ko'rash ishim bo'lmaydi deb men ko'rashmadim, tikivatdim shu chaqda. Bilemem shunda sesqichilik chiqadiganini. Bilemem qaysiningini. Bilmaydi emas. Sağlık Xudo yerni. Ey, Yahudlardan fulamagan bo'lsang, ajab İsrailni, ey, Falastinda 50 mingga yaqin beybi söylep ketdi, bovoq o'lib ketdi. Ulumi shu sening Sharq Turkistondagi odamlaringga o'xshash qarindosh umi odamning bolasi. Qayerda zulm uchun Afrikada balla o'lib ketsa, uning ish chaqirtimiz Xitoyning bolasidan boshqa har qanday balaga ish chaqirtimiz. Xitoyning kuyab ketamdi, pochinim, yana tegir qalamdi, u boshqa. Onundan başka her kandak yerde insandağçılık, din ayrılmaydı. Bu mehir muhabbet var. Aş vakti desem bütün Müslüman devletlerinin ki aldığı çıkıp bir kalık ırkı kırgınçılık kılavatkan, tohupukunu kollagantan nemiş oldu en ahırda? Mana Gaga sotuq beripti ICC'ga. Kiremme sottu. Avrupa'nın aldırımı resva oldun. Kımma mani sana bulmaydı, toğur kelmaydi. Beşingni ishchiga tiqib ol, taraf tutma degandan sen ertaga Sharq Turkiston qurulsa, Malayziya bilan diplomat qurmamsa, Turkiya bilan qurmoq, Oyisha shu yuzing bilan sen qandaq ashada tursa, mana Netanyahuni tutish buyruq chiqadi. Buningga nima deysa? Izroilni qo'llab ketgandan shu Netanyahuning qilgan ishi shu. Senimi kamma Yevropaga, Amerikaga qil o'zingning da'vosi seskatding bu yerda seni qabul qilmaydi. Sen üzerinin çıkıverip ideyanın boyunca qara sana 2-4 tal pul tashlab bersa, podaq ko'tarib ketmas kim? Dadangning abi tep qo'ygan 1 milliondan 5 millionga dollar berim deb ketdi shu. Isbotlaringni chiqarmamsiz başto'liga shu O'rta-Osiyodan muq kilovatgan puldi shu mustaqilchiga ajab keladigan, boshqa mustaqilchil so'yilib ketirgan bu yerda. Nereden kilovatidi, nima ish qilyapti? Elbette so'rash haqqimiz var. Sen millatning beshiga chiqib olganki, menimi to'g'ri Hamid Xitoyning uyini setyapti. Xitoy bilan yashaydi deganda men setib olgan uy. Kuzatolmaymi dedim, sen Xitoyning qo'ngidan tushsang bo'ldi, men Xitoyning uyini setib olsam bo'lmamdi deb. Men chiqib mendan qanday masala bo'lsa men javob beryapman. Sen bir javob berolmay tashbaq qilgunpisini tiqib beshingni ichiga tiqib olib borsa, tushundingmi? Anda bo'ldi eng oxirida xato chiqdi-ku qilgan siyosatdan. Tamam, erkek qirg'inchiqning puhraviy sotdig'imi, ashagimi meni kirgizmading-ku, meni akirmading-ku, ashaga to'xtatdi, mushta bir bola bor deb qarshingga chiqib seni ozroq narsani so'zlab qo'yganim uchun meni ashag akirmading-ku sen. Akirmading-ku. Men buninki meniki uydigirim ishki dunyo o'tmaydi, hozirgacha yetyapti. Men jidal boshqa yerga uzrab ketib, men munofiqlar qurultaydigilar foyda olmasin deb xayr davatgan yerim bor. Bo'lmasa u manga ba'zi davlatlar bek jirahmi emas. Xayr, bo'pti. Mavchiningdan to'polangdan to'g'ash urg'ilab ketib, mishar bir o'ynab, qara. Mening vaqo qara, Ershadni qara kuchga atadigan qara sarang emas, tushundingmi? Men xalqning ilaqibi WhatsAppda bijimini qilib, barmoq qizimni qoldirib qo'ydigan sarang emas. Tushundingmi? O'zininki dadisi u, chiqib qanda qisqimamdi, mening nima ishim bor uni bilan? Senle şu g'ulamdadan boshlab berdi shuni, shu xalqning shu go'y ko'milib ketganini tillab o'ynashni. Qurolliqning gapi chiqsa-da, nim qilsa, Qirg'izistondagi ozodlik, men bilmayman Ozod Qosim degan odam, u odam qanday oshnimi Qirg'iziston turib qanday qurolliq nimiz qildi deb, tillab oshnimi video ishlab ketding. Sen qanday qilganding unda ayni vaqtida Afg'onistonda, Qozog'istonda qurolliq kurashni ajab sen mashada qitgansan-ku. Demak, seningmi yolg'on degan gap. Yana miyada yana bir Xitoy o'ltirayotgan bir narsa biqilib hozir chiqyapti.
Uyg'ondi insonlar, Uyg'ur burunqi Uyg'ur yo'q. Uyg'onganligi uchun sen o'tirolmay qilyapsan. Otish perdesi, bosh perde yomon yerda deb sening bijada bijnarsang bor. Ilinib qolgan. Bo'lmasa bunchalik qilib ketmaysan, qara. Sistemani qishni buzib etmaysan. İnsan bo'lsang, tarbiya qilsa. Bizga bir Solih Xudoyor kam bo'ldi. Bizga bir Dilyar Musobay kam bo'ldi. Ballarim, o'tirib bir chin choyni ichinglar, bir yerga yig'ilinglar, men millatga Red Bulldan birini berib, besinglar deysa. Uning tegiga haq pulini akilish uchun ondaq deb mushi fitnadan keyin mening savol javobim chiqdi. Mushi fitnadan keyin sen qarako'tlarda haqlarni qarlab, aqldan meni nima istasam demamsan, beshim xiyolimning bir bana haq avatib qo'ydi, saqlab qo'yma. Kerak bo'ldi bir kuni yuziga atamiz. Bir kuni maqtaysa, bir kuni tillaysa, inangda mangsa yaxshi, inangda mangmasa eski. Nədunda iş var, özümüzden kallisi özümüzde, biz şu kallığınız özünüzden kallisi özümüzden doluş gerek deb öğrengen şu özümüzden kallisi özümüzden. Mening xato yerim bo'lsa chiqib menga tashlab bersan, meni xato qilding. Mana bunda qilishing kerak dedi. Menga o'ylaqi u video bilan buni kesib, buni bilan yurt masalasi u boqsam men uni kelmayman. Men naq odamning o'ziga chiqaman. Ana Hamid Nasrdan bo'lamdi. Erkin Tekas qanday bo'lsa naq odamning oldiga chiqaman. Shu naq odam chiqib javob berish kerak. Sen javob bermaydi ekansan. Men bu endi bugun savol orqamni to'xtatdim. Chunki sababi bu yerda qasddan jidal qilaversak, xalqmo jidaldan charchab ketdi. Xalq bir ish qilishimizni kutyapti. Sening siyosiy hayoting o'ldi. Qani ko'rimiz oldimizda 16 tashkilotning nima ishni qildigini ko'rsa, o chaqda biz ish qilamiz, sen qavaysa. Tushundingmi? İşçinden kan lahtı ketidi qarabdi. Devletlerdik güpür qilamiz. Sana tashqi siyosatdan bermaymiz, ichki siyosatdan bermaymiz. O'zimiz o'ynaymiz endi. Yoshlar qiladi. Yoshlarninki hamma nimasi bor. Qig'ida kuchi va iqtisodi va o'zimiz yinimizdan chiqarib turib, hech qanday bir davlatga ilinib qolmay turib qilamiz. Olgan chaqda, elishni boshlagan chaqda talonga elib ma davlatdan manchilik oldik. Ma bala miyada ma xizmatni qilyapti, soatiga manchilik deb jadval qilib hammani shu 13 tashkilot chiqirdi. Yoki 16 tashkilot chiqirdi. Mandaq bo'ladi ishning yo'li. Chandaqma boshni ichiga tiqib elib, savoldan qochib, po'qni suruqlar yapmaydi. Gash ag'am bo'lsang angladim. Ammo manda ishda deysa. Tashqi siyosatni mana tashlab bergan to'xtabdi. O men texan nimanikini ko'rib chiqmadim. Ma'vo xalqaro jinoyat uningdimi texa Tojikistondagi bilan Afg'onistondagi 15 otishlikning jidal o'xshaydi u motexe. Tamam, fuqaroviy sot olamdi. Mushta irqiy qirg'inchilikning sot olamdi. U bizga foydali. Mayli Xi Jinpingni berib tutqizib yetmasangmi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki adolat sotininki eshak opirish uchun bizga palampay rolni o'ynaydi. Bir qadam chiqish uchun fuqaroviy sot, xalqaro jinoyatlar soti, adolat soti. Ama şu materialının içinde qanchalik kamchiliklar bor. Eliqqa manbavat desa, eliq 6-cı manbaringni olsa ichilmaydi, 3-cü manbaringni olsa indigenista. Sen o'zingning yozgan narsalarini unutib qolasan. Olam. Sen o'zingninkini unutib qolar ekansan. O'zingning kitobidami seriq mazmunlar o'tirib, qasddan ashloq tegding, go'ning tegiliklarni so'rab chiqding sen. Senden öğrendi başkalar. Sen başlamçısı. Mıngışıysa, onu kılırsa, birdem ozdurursa, bizdem suslaştırırsa, birdem özağının videolarını kayıt görüp bak. Özağının videolarını ketkeyle bekçe. Obdan ki. Ben sana berdiğin cevabım müşinçilikle. Onda olsa boptu. Kayırındaşlar. Aman bolonlar. Amanlarınki hayırlı olsun.